Mana hovlim bo'shlig'ida spiral bor. Spiral chiqib ketgan ekan. Oldin operatsiya bo'lish spiralni oldirgan deb aytuvdi menga. Bu menimcha olinmagan shekilli. Yo olinmagan yoki yana qaytadan spiral qo'ygan, yana chiqib ketgan. Bu ichiga kirib ketibdi bu. Qani ko'rsatish. Ichiga kirib ketibdi mana. To'g'ri ichida turibdi mana. Tortsa chiqmayapti. Hozir tortib buni harakat qilishimiz mumkin olishga, lekin kattagina teshik bo'lib chiqadi. Teshik bo'lib chiqqandan keyin natijada axlat hovlim bo'shlig'iga tushadi. Buni tikkanimiz bilan ushlamaydi bu joyda. Shuning uchun endi buni iloji yo'q qoldiramiz. Buni kolonoskop degan apparatimiz bor. Kolonoskopiyada orqa tomondan olib tashlaydi. Iloji boricha mana bunisini uzmaymiz. Sabab qoldiramiz buni. Sabab agar kolonoskopiyada olinmasa, keyingi safarga kasal tayinlab iloji yo'q, yana operatsiya qilib olishga to'g'ri keladi. Xo'p, buni ko'rsatdik-a, yaxshilab ko'rsat. Mana. Mana yo'g'on ichak, to'g'ri ichak. Ichak ham betga yopishgan, yaxshi ko'rsatamiz. Yopishgan. Shuni hisobiga bu tos bo'shlig'i juda ham kuchli yallig'lanish bor ekanda, tos bo'shlig'ida. Biz hammasini ochdik buni. Kista mana chapda bo'lgan, chapda mana katta hajmli kista, mana bu yerda. Bu kistani olib tashladik. Bu bachadan nay mana. Deformatsiya bo'lib ketgan ekan, ancha to'g'rilab ochib qo'ydik. Bundan oshiq ochilib bo'lmaydi. Mana bu yana ichak, bu ham yopishgan. Xo'p. Shu endi nima qilamiz endi? Tugatamiz deb aytsan, qani?